Shunda jaziramada Toshkentda bo'lishingiz kerak bo'lgan top 3 lokatsiya bilan bo'lishaman. Ha aytgancha oxirgisi tekin. Sizdan obuna, mendan esa lokatsiya. Birinchi manzil internetda millionlab ko'rishlarga sazovor bo'lgan Soya va salqin Riviera savdo markazining sal o'tganda joylashgan Sharshara restorani. Atmosferasi boshqacha, oila davrasida borishga zo'r joy. Kishi boshiga o'rtacha hisob 150-200 ming so'm chiqadi. Ikkinchi manzil Toshkentda yagona bo'lgan Batutlik plyaj. Lijaklari mutlaqo bepul, tapchanlar esa 200 ming so'mdan boshlanadi. Batutga kirish uchun jiletkani ijaraga olish kerak. Bolalar uchun 15 ming, kattalar uchun 30 ming so'm. Bu plyaj Yangi O'zbekiston bog'ida joylashgan. Uchinchi lokatsiya do'stlar bilan mazza qilib cho'milsa bo'ladigan Toshkentdagi eng toza ariqlardan biri Anhor lokomotiv bog'ining yonginasida joylashgan Anhor arig'i. Bu joy barcha uchun mutlaqo tekin, faqat xavfsizlik va tozalikka rioya qilishni so'rab qolardim. Barcha lokatsiya manzillari Telegram kanalida bo'ladi. Xo'sh, siz ushbu jaziramada qaysi lokatsiyaga borgan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda qoldiring. Bu videoni issiqda salqin lokatsiya qidirayotgan tanishingizga yuborib qo'ying.